Toshkentda o'yinchoqni olish uchun tom ustiga chiqqan 11 yoshli qiz tok urishi oqibatida vafot etdi. Voqea aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Holat ro'y bergan kuni bu yerda narvon turgan qizcha ushbu narvon orqali tomga chiqqanligi video kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Aniqlik kiritilishicha, voqea joriy yilning 30-may kuni soat 18:00 atrofida ro'y bergan. Marhuma 2014-yilda tug'ilgan. Biz voqea joyiga borib holatni o'rgandik va guvohlar bilan suhbatlashdik. Shlak bavunni tuzatishga elektrik chaqirishgan. O'sha elektrik ishlab, elektrik ketgan, qolib ketgan, bunaqa ham narvan ham qolib ketgan, sim ochuv bo'lgan. U qizcha tepadan o'yinchoq ko'rgan tom ustida. O'sha o'yinchoqqa chiqaman, o'yinchoqlarni olaman deb tomdan chiqib, o'yinchoqni pastga otganda, tushayotganda sim ushlab olgan. O'sha yerdan otib boribdi. Mana bolalar ko'rib qolib, sirazi chiqib birinchi yordam ko'rsatib, olib tushishgan, mana anaqaga yotqizishgan qizchani. Boshida qizcha tirik bo'lgan. Keyin o'tib qoldi. Kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasvirlarga e'tibor bering. 11 yoshli qiz nazoratsiz qolgan narvon orqali tomga chiqqan. Oradan biroz vaqt o'tib, uni tok urgan, oyoqlari esa tom ustida osilib qolgan. Ushbu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolarning ma'lum qilishicha, voqea ro'y bergan kuni tom ustida elektr ustasi ta'mirlash ishlarini olib borayotgan bo'lgan. Narvondan tushayotgan qizaloq esa ochiq qolgan simlardan birini ushlab olganligi aytildi. Mashina rolik uchib yuradigan qiz edi. Ko'chada o'ynab, 10 yosh, 12 yosh atrofida. Shu. Demak, elektrik narvonni qoldirib ketgan. Chiqib ishlagan, simda tok bo'lgan, sim ham yopilmagan, narvon ham qolib ketgan bo'lgan. Tomga tushgan o'yinchoqlarni tepadan podyezddan ko'rib chiqib olmoqchi bo'lgan qizcha, bechara. Xudo rahmat qilsin endi. Yoshgina qiz, bitta odam xatosini bitta bola o'lib ketdi. Yoshgina bola o'tib ketdi. Ota-onasiga sabr bersin, nima deysa endi. Hech kim boshiga solmasin farzandi. Mazkur holat yuzasidan Mirobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi ma'lumotlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Birgina e'tiborsizlik siz va biz kutmagan dahshatli voqealarga sabab bo'ladi. 11 yoshli qizaloqning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi.